Nega xitoyliklar yozda ham iliq suv ichishadi? Bu qadimiy odat bekor emas. Xitoyda odamlar yilning barcha faslida issiq yoki iliq suv ichishni afzal bilishadi. Bu an'ana faqat odat emas, balki sog'liq va uzoq umr siri hisoblanadi. Nega iliq suv foydali? Ilmiy tadqiqotlar ko'rsatadiki, iliq choy tanadagi terlash jarayonini tezlashtiradi. Ter bug'langanda organizm o'z issiqligini yo'qotadi va sovishga yordam beradi. Shu bois choy tabiiy sovutish mexanizmini faollashtiradi. Metabolizmni tezlashtiradi, hazmni yaxshilaydi, toksinlar va zararli moddalarni chiqarishga yordam beradi. Immunitetni mustahkamlaydi, nafas tizimiga foyda beradi. Iliq suv nafas yo'llarini ochadi, balg'amni yengillashtiradi, qon aylanishini yaxshilaydi, miyaga ko'proq kislorod boradi. Qanday ichish kerak? Kunni 40-60 gradus iliq suv bilan boshlang. 19:00 dan keyin suv ichishni to'xtating. Suvning asosiy qismini kunning birinchi yarmida iching.